Assalomu alaykum. Ro'zani bugun 10-kuni. Birpasda 10 kun o'tib ketdi. Qur'onni mo'jizalari. Sura Ar-Ra'dda 13-sura 12-oyatda bulutlar yuk ko'taradi deb aytilgan. Ya'ni hozirgi meteorologiyada bulutlar million tonnalab yomg'ir suvini ko'tarib yurishini aytilgan. Narsalarimizni ochamiz. Mana buni. Yana bitta remishok. Remishoklar anaqasini ochdik. Estafetasini ochdik. Bunisi kojniy ekan, sotimga kojniy remishojik. Bunaqa bilashkasi bilan. Rahmat Dilorom opaga qoldiradigan savolim, eng uzun sura qaysi biri va unda nima izohlangan? Hammaga salom, juma muborak bo'lsin. Lafruza savoliga keladigan bo'lsak, Baqara bu sigir. Bani Isroil qavmida sigir so'yish haqida eslatilgani uchun shunaqa nomlangan. Lekin ma'nosi, mazmuni juda ham keng. Allohga iymon keltirish, oxirat to'g'risida, shariat ustunlari, namoz, haj, ro'za, zakot, nikoh, taloq, savdo, qarz, xullas hayotda asosiy qoidalari haqida eslatib o'tilgan. Savolimga keladigan bo'lsak, bundan oldin savolim, mana birinchi bo'lib iymon keltirgan ayol kim? Yozgi yaxshi narsa ekan. Rahmat kattakon. Javobinglarni kutamiz. Kommentariyaga yozib qoldiringlar.